Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar. Mana butun O'zbekiston bo'ylab quvonchli bayramimizni kutib olish ishlari ketyapti. Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan davlatimiz tomonidan biz sportchilarga 35 yilligini bayramona kutib olishimiz uchun sport vazirligi orqali hamma sportchilarimizga sport formalari yetib keldi. Bularni biz ota-onalarga, farzandlariga ota-onalar orqali tarqatib hammasini yetkazdik. Sportchilarga katta motivatsiya bo'ldi. Barchalarining kirib kelayotgan mustaqilligimiz 35 yilligi munosabati bilan Norin tuman sport maktabi nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Yurtboshimiz Shavkat Miromonovichga, sport vazirligimizga, sport maktabimiz nomidan katta minnatdorchilik bildiraman. Barchaga rahmat. Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan bizning farzandlarimizga sport maktabi tomonidan prezidentimizning sovg'alari yetib keldi. Mana farzandlarimizga berildi. Rahmat prezidentimizga, yurtboshimizga. Mustaqillik bayrami bilan barcha hammalaringni tabriklayman. Xursandmisan? Chempion bo'lamizmi? Silver kompaniyasidan chiqarilgan